Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz demak Pythonda funksiyalar mavzusi. Rejamiz quyidagi ko'rinishda. Demak, funksiya haqida tushuncha, funksiya yaratish, standart funksiyalar, rekursiv funksiyalar, lambda funksiyalar, amaliy misollar va mustaqil ishlash uchun mashqlardan iborat bugungi rejamiz. Funksiya nima? Funksiya haqida juda keng tushuncha berish mumkin. Funksiya deganda ko'proq bir-biriga bog'langan, demak, bitta bir nechta erkli o'zgaruvchilarga bitta erksiz funksiya bog'liqligi tushuniladi. Ko'p holatlarda matematik jihatdan o'rganilganda, aslida dasturlashda funksiya bu ma'lum bir vazifani bajaruvchi qayta foydalanish mumkin bo'lgan kodlar blokidir. Ya'ni dasturlash jarayonida qaysi bir jarayon yana dasturlashda ichida dastur kodining tanasida kerak bo'lib qolsa chaqirishga, shunday holatlarda demak funksiyalardan keng foydalanamiz. Funksiyalar quyidagicha yutuq beradi. Ya'ni dastur kodini qisqartiradi. Kodni takror yozishni oldini oladi. Dasturni o'qishni osonlashtiradi. Ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonlar uchun bitta funksiyadan foydalanish, ya'ni dastur kodini o'qishni osonlashtiradi. Xatolarni kamaytiradi. Ya'ni uchrashi mumkin bo'lgan xatolar qayta sodir bo'lishini oldini oladi. Katta loyihalarda modullikni ta'minlaydi. Ya'ni modul sifatida ham funksiyalardan foydalanish mumkin ekan. Funksiyaning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni Python dasturlash tilida funksiyalar def buyrug'i orqali hosil qilinadi. Undan keyin funksiya nomi, funksiya nomidan keyin ikki nuqta va buyruqlar ketma-ketligi keltiriladi. Odatda standart funksiyalar kutubxona tarkibidagi mavjud funksiyalar hisoblanadi va ular barcha holatlarda, demak, o'sha kutubxona chaqirilgan holatda tarkibida shu standart funksiyalarni ishlatish mumkin. Masalan, deylik, print bu ekranga chiqarish funksiyasi, input kiritish buyrug'i, len uzunlikni aniqlash funksiyasi, max bu elementlar orasidan eng katta qiymatni aniqlash, min elementlar orasida eng kichik qiymatni qaytarish, sum bu yig'indini hisoblash, abs bu modul qiymati, ya'ni sonning moduli, ya'ni musbat holatga keltirish jarayonlarida demak modullar ishlatiladi. Round yaxlitlash, sorted bu saralash, type bu tipini aniqlash, turini aniqlashda ishlatiladigan standart funksiyalar hisoblanadi. Bundan tashqari bir nechta yana funksiyalar mavjud. Ushbu funksiyalar demak o'sha kutubxona tarkibidan uchraydigan funksiyalar hisoblanar ekan. Misol tariqasida biz quyidagi jarayonlarda standart funksiyalardan foydalanish haqida ko'rishimiz mumkin. Demak, sonlar ro'yxat bo'yicha berilyapti. Shu sonlardan demak maksimalni aniqlash, minimalni aniqlash va o'sha sonlar yig'indisini hisoblashni matematik jihatdan demak standart funksiyalardan foydalangan holatda ishlashini ko'rishimiz mumkin. Demak, ushbu 5, 8, 10 va 25 sonlari orasida eng kattasi demak 25, maksimal 25 ga teng, minimali eng kichik qiymati degani bu 5 ga teng. Demak, 5, 8, 10 va 25 sonlarning umumiy yig'indisi summa funksiyasi orqali hosil qilinadi va yig'indi 48 ekanligini ko'rish mumkin. Rekursiv funksiyalar. Rekursiv funksiya va funksiya tarkibida o'zini chaqirishiga rekursiv funksiyalar deyiladi. Masalan, deylik, rekursiv funksiyalarga faktorial hisoblash jarayonlari, Fibonacci sonlarini hisoblash jarayonlarini va bunga o'xshagan bir nechta misollarni keltirish mumkin. Masalan, faktorial deyotgan bo'lsak, demak, jarayonda faktorial tanasida funksiya qayta o'zini o'zi chaqirish sodir qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni masalan, deylik, birinchi, ikkinchi xada mavjud bo'lsa, u holda uchinchi xadani topish faktorial uchun oson kechadi. Ya'ni o'zini tanasida yana o'zini qayta chaqirishga to'g'ri keladi. Masalan, 2 faktorial bo'lsa, jarayon o'sha sonlar ko'paytmasidan, 3 faktorial bo'lsa, yana shu jarayon oldingi ikkita xadining
ishtiroki sifatida 3-chi xatning ko'paytirilishidan hosil bo'ladi. Ya'ni bir vaqtning o'zida jarayonlar ketma-ketligi uchun kerak bo'ladi. Masalan, 1 faktorial 1 ga 2 faktorial 2 ga 3 faktorial, demak 1 2 1 ni 2 ko'paytiramiz 2, 2 ni 3 ko'paytiramiz 6, demak shunday jarayonlar hosil bo'ladi. Masalan, 4 faktorial 24 ga teng, 5 faktorial 120 ga teng bo'lgan yechimlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, demak, rekursiv funksiyalarga Fibonacci sonlarini ham misol keltirib olish mumkin. Fibonacci sonlar, demak, har bir xatni hosil qilish uchun oldingi ikki xatini bilish zarur bo'ladi. Masalan, birinchi, ikkinchi xatni bilsak, uchinchi xatda o'sha orqali topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta uchinchi xat oldingi ikkita xatning yig'indisidan hosil bo'lishini va to'rtinchi xat ikkinchi va uchinchi xatning yig'indisidan hosil bo'lishini Fibonacci sonlarida ko'rish mumkin. Ushbu dastur kodda ham def deb Fibonacci deb fib deb funksiya nomini nomlayapti va unga n qiymat kiritib, n kichik yoki teng 1 gacha qaytarsin n qiymatini. Demak, keyingi safarda demak birinchi qiymatda demak 1 ga teng, ikkinchi qiymatda ham 1 ga teng. Demak, uchinchi qiymatdan boshlab demak Fibonacci soni qaytarish kerak bo'lgan qiymatlari quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni qaytarish kerak bo'lgan funksiyaga demak 3 dan 2 ni ayirsak, 1 dan ayirsak 2 ga teng, 3 dan 2 ni ayirsak 1 ga teng. Demak, birinchi va ikkinchi xatlarning yig'indisi uchinchi xatga tengligini o'sha rekursiv funksiyada ko'rish mumkin bo'ladi. Lambda funksiyalar bu qatorli funksiyalar hisoblanadi. Lambda funksiyalarga misol sifatida kvadrat deb nomlangan bitta o'zgaruvchi keltirib, o'sha o'zgaruvchiga demak lambda funksiyasini berib, lambda funksiyasi orqali ushbu jarayonda 7 ni kvadratga oshirib natijasi 49 hosil bo'ladi. Ya'ni 7 ning kvadratini hosil qilib beradi. Ushbu holatda funksiya yig'indi lambda esa ikkita o'zgaruvchiga nisbatan ikkita yig'indi hosil qilinadi va natijasi a plus b ga o'zlashtiriladi. Ya'ni yig'indi funksiyani elementlari 8 va 9 ga teng bo'lganda 8 ga 9 ni qo'shib 17 ekanligini funksiya ko'rsatib beradi. Son kvadratini hosil qilishda quyidagi funksiya yaratiladi. Def deb kvadrat yaratilgan funksiyamiz sonning kvadrat bo'lgani uchun funksiya nomini ham kvadrat deb atadi va x o'zgaruvchini argument sifatida kiritib, qaytaruvchi funksiya sifatida x ning kvadratini va yangi kiritilayotgan songa, ya'ni o'zgaruvchi sifatida funksiyaning ichiga kiritish kerak bo'lgan songa, demak, butun son turiga ega bo'lgan qiymatni o'zlashtirib va uning natijasini kvadrat deb nomlanuvchi funksiyaning qiymati sifatida chiqarishni taklif etyapti. Masalan, deylik, songa 5 kiritsak, ya'ni o'zgaruvchi sifatida kiritilgan songa 5 kiritsak, natijasi 25 ga teng bo'lar ekan. Toq yoki juftligini aniqlaydigan misol ko'rinishi quyidagicha. Demak, bitta juft yoki toqlikni tekshiradigan bitta juftmi funksiyasi yaratilyapti. Ushbu holatda funksiyani shartga tekshirishimiz kerak, ya'ni keltiriladigan sonimiz 2 ga qoldiqsiz bo'linsa, u holda rost qiymat, ya'ni 2 ga bo'lingan sonlar haqiqatan juft son bo'ladi. Aks holda esa ushbu holat aksi, ya'ni juft emas holati keltirib chiqaradi. Ushbu holatda biz print juftmi 12 raqamini kiritsak, 12 haqiqatan ham ushbu holatda 2 ga qoldiqsiz bo'linadi va qoldiqsiz bo'linganligi hisobida bizda return qiymat true qaytarish buyrug'i keltirilganligi uchun bizga true degan qiymatni ekranda aksini ko'rsatyapti. Endi 3 ta son berilgan bo'lsa, 3 ta sondan kattasini topish dasturi. Ushbu holatda biz def deb maksimum deb 3 ta o'zgaruvchili funksiyani yaratib oldik. Ushbu funksiyani qaytarish kerak bo'lgan qiymatini max funksiyasi orqali e'lon qilib oldik. Ya'ni max degan Pythonda o'zida maxsus funksiya bor. O'sha eng katta elementni aniqlaydigan funksiya. Demak, o'sha elementni aniqlaydigan funksiyani qaytarsin qiymatlari sifatida, o'zgaruvchilar sifatida ham funksiyada ushbu o'zgaruvchilar berilgandi. Endi print qilib maksimum 12, 45, 18 sonlarni bersak, demak 3 ta sonning orasidan eng kattasi demak 45 bo'lganligi uchun
maksimal element sifatida 45 qabul qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, sizlar uyda ushbu Pythonda tuzilgan dasturlarda uyda o'zingiz mustaqil ravishda quyidagi berilgan topshiriqlarni bajaring va funksiya yaratib, funksiyalar yordamida misolni yechishga harakat qiling. Oldin berilgan misollar bilan funksiyada berilganda kodning ixchamlashishi, tezligi va imkoniyatlarini yana bir bor o'rganib chiqing. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.